Asrar aka. Endi bitta ozgina murakkab demaymiz, ozgina qo'lda tushadigan nimalari bor-da, o'shaning uchun sekin ketyapti. Buni pryamoyda kecha 1 soatga borib-bormay kuyib qo'yganmiz buni pryamoyda. Bunday joylar jinday vaqt olyapti aka. Lesnitsa sabab seramni ustuni ko'p, nima vaqt oladi. Agarda bunaqangi stoykasi yo'q, pryamoy bo'lganda osongina nima qilishardik. Endi ishda baribir. Jinday hammasi ham oson bo'lavermaydi. Ama sifatli, chiroyli yaptı, Xudoga shukr. Kim ko'rsa aka, mana deyapti, rahmat deb ketyapti aka ishlarimizga. Ulchida qilingan yo'q, addishi mehnat qilinyapti. Masjid bo'lgani uchun. Bir nuqson topib bo'lmaydi bu ishdan aka. Ko'ryapsiz, har 1 metrda stoyka bo'lib ketgan. Imkon qadar tezlashtirib nima qilinyapti, baribir ozgina vaqt topib qo'yapti. Chiroyli ish qilsak, klient ham ko'p bo'ladi-da San'at aka. O'zimizni obro'yimiz, hurmatimiz. Bu patra-patra qilib bosib ketish bilan bitta klient yo'qotib qo'yamiz. Hammasi cho'tka aka, Xudo xolasa inshaalloh. Bir nuqson yo'q.